Allohning As-Sabur degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövəndə dehqonlarga Ustaz Abduvali Qori rahimehullohning Qur'on va sunnat nuri ostida Alloh subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlarining qisqacha tafsirlari darsliklaridan Allohning As-Sabur degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minash-shaytonir-rojim. Allohning As-Sabur degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Allohning bu ism sifatlari Qur'onda bir qancha yerda tilga ilingan. Ya'ni Sura Ali Imron 200-oyatida tarjimasi: Ey mu'minlar, taat ibadetinin mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Düşmanlarga ziyoda chidamliq bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab jihadga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar. As-sabur toqatlik, bendilerinin günahları qarab jazolaydiganga aldirab ketmaydigan zat demektir. Allah'ni inkar qilayotgan bendilerge azapni avatishda aldirab ketmaydigan zatdır. Günahkar bendilerinin tövbe qilib olishiga mühlet berib, jazolashga aldirab ketmaydigan zat. Bende Allah subhanahu wa ta'ala'nın şunç kudretlik ve üç ilişki qadir durup, bendilerinin qılıvatgan işlerine qarab, jazalaşqa aldırab ketmeydiganlıqını körüp, özünün şənide buluvatgan natoğru düşünçilerge hem aldırab ketmeslik gerek. Özü kişilerge haq sözünü eytivatganda, kişiler haqni eytivatganlıqını düşünmesden azar beriyotganlıqqa qarab aldırab ketmeslik gerek. Ularning haqlariga yaxshi duo qilib turish kerak. Ularning ham haqni bilishiga qodir Allohdan so'rab duo qilish kerak. As-sabur nihoyatda sabrchan, gunohkor bandalarni azoblashga aldırab ketmaydigan zot demektir. Haq yo'lga da'vat qiluvchi kishilardan hurmat qilishini arzu qilsa, da'vatini to'xtatib qo'yish kerak. Chunki da'vat tarixida haq chaqirgan kishilarning sha'niga ko'p bo'htonlarning bo'lishi bilan to'lib toshgan. Jannatga erishish har bir kishi uchun osonga to'xtamaydi. Kishilar faqat Allohning do'stlariga, faqat payg'ambarlarga emas, hatta Allohning sha'niga ham bo'hton qilgan. Ular Allohning do'stlarining hammasiga bo'hton qildi. Allohning avatgan payg'ambarlarni sehrgar, kazzab, shoir deyishdi va boshqa kallasiga kelgan bo'htonlarning hammasini dedi. Allohning haqqiga ham bo'hton qildi. Allah'ın ayali, balası ba deb bo'hton qildi. Shuning uchun Allah subhanahu wa ta'ala bundaq bo'hton qilganlarning hammasini yer bilan yeksan qilib yo'qitib tashlashga qodir bo'lsa ham as-sabur sifati bilan ularni azoblashga aldirab ketmadi. Mana bunda qudratlik zotning as-sabur sifatini bilgandan keyin benda da'vat yo'lida kishilarning o'zining haqqida qilgan har qanday bir so'ziga quloq solmaslik kerak. Madamiki benda o'zi bilan Alloh o'tirisini to'g'rilagan bo'lsa, u odam hech qanday birsidan qo'rqmasin. Yer yuzidagi odamlar yig'ilib zarar yetkazmoqchi bo'lsa-mu, Alloh himoya qilsa, uningga hech kim zarar yetkazolmaydi. Agar odamlarning hammasi to'planib onunğa menfaat yetkizmekçi dese, Allah onun doğru yolda bo'lmaslığı sebebinden onu menfaatlerden mahrum qilgan bo'lsa,
onunğa hech kim manfaat yetkazolmaydi. La ilahe illalloh Muhammed Rasul. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah'ның xulqi bilan xuluqlaninglar deganinin tegidiki hikmetning mazmunini aytib tugatkili bo'lmaydi. Asmaul Husna dersi agar qalbdan o'rin olsa, komil bir inson vujudga keladi. Asmaul Husna haqidagi Rabbani mashayiqlarimizning insonning qalbida 99 qorong'ulik bor. Bu qorong'ulik sababidan islomga zid bo'lgan 99 axloqsizlik vujudga keladi. Agar qalbni bu 99 ism sifat bilan nurlandirsa, qorong'ulik yo'qoladi va shuning natijasida shu qorong'ulik sababidan paydo bo'lgan axloqsizliklar ko'tarilib ketib, islomiy axloqlar o'rin oladi deb aytgan so'zlarning siri shu bo'lishi mumkin. Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem kimiki Asmaul Husnani o'qib, shuni vasita qilib duo qilsa, Alloh uning duosini ijobat qiladi degan mazmunda bir so'z aytgan ekan. Qur'on va hadislarda Alloh subhanahu va taolaning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Fatir 45-oyatida tarjimasi: Agar Alloh insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Va lekin Alloh ulardan hisob elishni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ulardan hisob elishning vaqti yetib kelganda, ularning amallariga qarab jazo beradi. Alloh haqiqatan bandalarni ko'rib turuvchidir. Sura Toha 129-oyatida tarjimasi: Agar Rabbingning azobni ulardan kechiktirishga qilayotgan hukmi va oldin ola belgilab qo'ygan vaqti bo'lmasa edi, u chaqda ularning halok bo'lishi cho'qim edi. Sura Anfal 33-oyatida tarjimasi: Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi. Sura Ra'd 32-oyatida tarjimasi: Senden ilgari o'tgan nurg'un payg'ambarlar haqiqatan masxara qilindi. Kafirlarga berilgan azobni bir muddat kechiktirdim. Andin ularni jazoladim. Ularga bergan jazoyim qandoq ekan? Sura Yasin 12-oyatida tarjimasi: Biz shubhisizki o'liklarni terildiramiz. Ularning dunyoda qilgan yaxshi-yomon amallarini va ishlarini xotirlab qo'yamiz. Hamma shayini ro'shan daftarda, ya'ni Lavhul Mahfuzda to'liq xotirlab qo'yganmiz. Sura Toha 14-oyatida tarjimasi: Men haqiqatan ibodatga loyiq Allohdurman. Mendan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud barhaq yo'q. Yolg'iz menga ibodat qilgin. Meni zikr qilish uchun namoz o'qigin. Sura Haj 48-oyatida tarjimasi: Nurg'un shahar aholilari zolim turuqliq, ularga men muhlat berdim. Ular bu muhlatga mag'rur bo'lib ketdi. Andin, ya'ni ularga uzoq muddat muhlat berganimdan keyin ularni jazoladim. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Ya'ni oxir hammasi menga keladi. Sura Ali Imron 197-oyatida tarjimasi: Kafirlarning pul, mol, obro'y, martaba izlash yuzidan shaharlarda kezib yurishlari seni aldimisin. Bu ozg'ini bahramand bo'lishdir.
kelgüsida ularning joyi jahannam bo'ladi. U nima degan yomon to'shak? Sura An'am 44-oyatida tarjimasi: ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun paravonlikning hamma eshiklarini ochib etdik. Ular taki o'zlariga berilgan ne'matlardan xo'shal-xo'ram turganda ularni ushtum-tut jazoladik. Ular hasrat qoldi. Sura İbrahim 42-oyatida tarjimasi: zolimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagin. Allah ularni jazolashni shu kunning dahshatidan ko'zlar chekchiyib qoladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. Sura A'raf 182-83-oyatlarda tarjimasi: bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yaqinlashtiramiz. Ularga muhlat beraman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. Sura Kaf 58-oyatida tarjimasi: Rabbing nihoyatda mag'firat qilg'uchidir va rahim qilg'uchidir. Agar Alloh ularni qilmishlari qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tizlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bilak hech panohgoh topolmaydi. Sura Ahqof 35-oyatida tarjimasi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen mushriklarning sağan jafosiga irodalik payg'ambarlar sabr qilgandek sabr qilgin. Ularga bo'ladigan azobga aldirab ketmagin. Ular oxiratda va'da qilingan azobni ko'rganda, ular dunyoda go'yo kunduzda bir damla tug'andek his qiladi. Bu Qur'on sizlarga tabliğdir. Faqat fasiq qavmlar halok qilindi. Sura An'am 34-oyatida tarjimasi: sendan burun o'tgan payg'ambarlarmu inkor qilindi. Ular inkor qilinganligiga va o'zlariga yetgan aziyatlarga sabr qildi. Oxir ular bizning yordamimizga erishdi. Allohning so'zlarini har qanday odam o'zgartirolmaydi. Shubhisizki payg'ambarlarning qissalari sana nozil bo'ldi. Sura Baqara 155-oyatidan 157-oyatigacha tarjimasi: biz sizlarni bir oz qo'rqinish bilan, bir oz qahatchilik bilan va mollaringlarga, jonlaringlarga, bolalaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beshiga kelgan musibat, ziyon zahmatlarga sabr qilguvchilarga jannat bilan xo'sh xabar bergin. Ularga biror musibat kelgan chaqda ular biz albatta Allohning igidorchiligidamiz, ya'ni Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi. Ana shular Rabbining mag'firati va rahmatiga erishkichilardir. Ana shular hidoyat topquchilardir. Sura Zumar 10-oyatida tarjimasi: aytqinki, ey Allohning mu'min bandalari, Rabbinglarga taqvodorlik qilinglar. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Allohning yeri kengdir. Kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Faqat sabr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasul. Sura Shuara 88-89-oyatlarda tarjimasi: u kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi.
Faqat Allah'ның dergahiga pak qalb bilan kelgan odamgila foyda yetkaziladi. Sura Ali İmran 146-oyatida tarjimasi: Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'plagan Rabbani ulamalar birlikda jang qildi. Ular Allah yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Allah o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik bergichilarni do'st tutdi. Sura Ra'd 22, 23, 24-oyatlarda tarjimasi: Rabbining roziligini ko'zlab yetgan kulfatlarga sabr qilganlar, farz namozlarni ado qilganlar, biz rizq qilib bergan mol-mulkdan Allah yo'lida yo'shurun va oshkor yo'sinda sarf qilganlar va yaxshilik orqali yomonlikni dab'iy qiladiganlar, ya'ni bilmasdan yomon ish qilib qolsa, orqadan yaxshi ish qiladiganlar, yomonlik qilg'uvchilarga keng qo'rsoq bo'lib, yaxshi munosabatda bo'ladiganlar, ana shularning oxiratligi yaxshi bo'ladi. Ular mangu turadigan jannatga kiradi. Ularning otalari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi jannatga kiradi. Farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvozasidan kiradi. Farishtalar u dunyoda sabrni do'st tutganliginglar uchun sizlarga omonlik bo'lsin. Oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Sura Anbiya 35-oyatida tarjimasi: Har bir jon o'limning ta'mini tetig'ichidir. Sizlarni biz yomonlikqa mubtilo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytsizlar. Amalinglarga yarasha jazolaymiz. Xotima. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allah subhanahu va taolaning 99 ismi bor. Kim buni tushunib, ma'nosini bilgan bo'lsa, jannatga kiradi dedi. Ve şunun bilen birge dediki, birer bir bendige g'am yoki ig'ir bir musibet kelgan bo'lsa, shu dua bilen dua qilsa, Allah onun beshidagi g'amini ve onunga kelgan musibetni ko'tarib etadi ve onun o'rniga xursandchilikni bag'ishlaydi. Dua tercümesi: Ey Allah, men senin kulunmen, kulunun ve dedikinin oğlumen. Takdirim senin kolundadır. Menin için takdir kıyganların her zaman yürgücü ve adaletinin özüdür. Ey Allah, özün şundak atıgan yaki kitabın arqılık düşendirgen yaki bendillerinden birersiga bildirgen yoki öz dergahindagi g'ayblar qatorida bizlarga bildirmagan barcha ismlaringni vasita qilib, senden Qur'oni Karimni ko'nglimning bahori, qalbimning nuri, qayg'ularimni yo'q qilg'uchi va andishlarimni ketkizguchi qilishingni so'rayman deb duo qilsa, Allah icabet kılıdı degan ekan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kimiki atigan yoki akşamda: Ey Allah, sen mening Rabbimsen. Senden başka ibadetke layık hiç bir ilah yoktur. Sen beni yarattın. Men senin bendenmen. Men küçümning yetişçe sana bergen ahdemde ve va'demde turman. Men sana sığınıp yaman qilmishlarimdan panoh tilayman. Sening bergan ne'matlaringni e'tirof qilaman. Gunohlarimga iqror bo'laman. Gunohlarimni mag'firat qilgin. Gunohlarni sendan boshqa hech kim mag'firat qila olmaydi desa, ondan shu kuni yoki shu kechasi o'lib ketsa,
cennetga kirdi. La ilahe illalloh Muhammed Rasulullah. Şeyh Albani rahimahullah 2237 numaralık sahih degan. Abu Davud 5070 numaralık hadis. Ey Allah, men senden dünya ve ahiretlik amanlık tileymen. Ey Allah, men senden diyanetimge, dünyalıkımga, balı çakılırımga ve mal mülkümge aman esenlik ve abu tileymen. Ey Allah, menin ayıplerimni yapkaysen. Könglimni hatırcam kıygaysan. Ey Allah, meni aldımdın, arkımdın, üstümdün, oң ve sol tarafımdın qoğdagaysan. Ey Allah, men senin büyüklükünge seginip, ast tarafımdın tuyuksuz hucumga uçurap alak boluştun panah dileymen. Abu Davud 5074 numaralı hadis. Ey Allah, biz senden yardım soraymiz. Senden mağfiret dileymiz. Senin yaxşılıkını medhileymiz. Sana şükür kılımız. Küfürlük kılmaymiz. Sana işinimiz. Sana itaat kılımız. Ve sana inkar kıyganlardan yüz öreyimiz. Ey Allah, sana ibadet kılımız. Senin üçünla namaz okuyimiz ve secde kılımız. Senin razılıkına eriş için tirişimiz ve aldırayımız. Rahmetini dileyimiz. Azabından korkumuz. Hakikaten senin azabın küffarlığa düşükçüdür. Ey Allah, meni sen hidayet kıyganlar katarda hidayetki başlagın. Mana sen saqlıq ata qıyğanlar qatarida saqlıq ata qılğın. Meni sen himayı qıyğanlar qatarida himayı qılğın. Bergen nimetlerinde mana bereket ata qılğın. Sen taqdir qıyğan işlarning şerridan meni saqlagın. Hakikaten sen mutlaq xohish egisisan. Sana şerik boğucu yoktur. Sen aziz qılğan xorlanmaydı. Sen xorlığanni hiç kim aziz kılalmaydı. Ey Rabbimiz, sen uluğlanın uluğu sen. Subbuhun, kuddusun, Rabbul melaiketi ve ruh. Tercümesi, mukaddes padişah, periştilerinin ve Cibril'nin Rabbi Allah paktır. Ey Rabbim, ey asmanlarının, ziminin ve büyük erşinin Rabbi, ey bizning ve barliq şeylerinin Rabbi, dan ve uruqlarını bihlandırgıcı, Tevrat, İncil ve Furqanlarını nazil kılgıcı Allah, sana sığınıp barliq nəslərinin şerrinden panah tileymen. Ulanın kokulusu senin kolundadır. Ey Allah, sen evvelsen. Senden ilgiri biri yok. Sen ahirsen. Senden keyin biri yok. Sen aşkarsen. Yani mevcutluğun delil pakitla bilen akıl egillerine aşkarıdır. Senin dek aşkarı biri yok. Sen mehbisen, yani seni köz bilen kögülü bulmaydı. Senin zatının mahiyetini tonuşqa akıllar yetelmeydi. Senin dek mehbi biri yok. Bizni qarzdan xalas qılğın, nömretlikten qutqazgın, deb dua qilishga buyurdi. Muslim 2713 numaralı hadis. Allah subhanahu ve teala hemmimizni Kur'an'ның ma'nisini bilishga ve onunla amel qilishga nasib qilgay. Avlodlarimizni ham nasib qilgay. Qiyomatgacha bo'lgan avlodlarimizni
Allah o'zi islom yo'liga boshlag'ay. Allah mag'rib va mashriqdagi barliq musulmonlarni do'st qilg'ay. İslamni bilmasdan dinni qarlab yurgan, islomga hujum qilayotgan, musulmonlarga arziyat berayotganlarga Allah tavfiq va hidoyat bergay. Ularni to'g'ri yo'lga boshlag'ay. Agar buni bilishni xohlamasa, uningga Allah o'zi kifoya bo'lg'ay. Siratal-lazina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. G'azabinga yo'liqqanlarning va azg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlag'in. Amin. Sura Fatiha 7-oyat. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.